sizlar bitta narsani bo'lishmoqchiman. Negativ kerak emas bu yerda. Bu yerda fakt mana. Bu mashina BYD Chazor'ni olib qolganman. Orqadan 60-70 tezlikda mashina kelib urgandi. Qozoni kirib ketmagan. Ozgina mana bu stoykasi, plankasi kirgan, lekin shveyler qozonni saqlab qolgan. Mana shu shveyler. Lekin bitta narsa menga qiziq bo'lyapti-da. Неужели shu narsani qo'yish qiyin bo'lgan? Mana shu imенно mashinalarga. Ko'rasizlar, gubka bo'lsa. Полностью. Mana. Gubka qo'yilgan и bafir ilingan. O'zbeklarimiz bunaqa mashinaga propan gaz o'rnatishni biladi. O'rnatib yurishibdi. Lekin bu gubka qanchalik saqlab qolishi mumkin? Menimcha shveyler qo'ygani yaxshi bo'larmidi deb o'ylayman-da. O'zingizlarning fikrlaringizni shuni kommentariyaga yozib boringlar. Iltimos, 2025-yildagi mashina shaxsan o'zim borib olib berganman. Ko'rib chiqolmayman qaytadan BYD Chazor'da bor shveyler, boshqa mashinada bor. Imенно Cobalt'da yo'q bu narsa. Qanchalik to'g'ri bo'ldi? O'zingizlarning fikrlaringizni yozib o'tinglar kommentariyaga. Shu